hurmatli a'zolar, YouTube tomoshabinlar, azizlar, bugungi videomizda nasib bo'lsa o'sha 15-aprel 2025-yil abojarlarni boshladik. 69270 bo'lgan xonamiz super moshi 190 mingdan olingan Xitoy aboy moshko'rdan. Nasib bo'lsa terib oldik. Bu bez padgon emas, padgonli bu. Padgoni ham qanaqa? Bu padgoni shaxmat variant chiqadi buniki. Oddiy masalan o'sha xonamiz razmer 275 bo'lsa 270 kesib olamiz. 270 kesib, keyingisi 270 qo'yadigan bo'lsak tushmaydi bu. Sababi bu shaxmat variant. Ikki xil variantda o'sha aboylar teriladi, keyin bez padgon bo'ladi, uch xil variant bo'ladi. Bez padgoni umuman terilmaydi, padgonligi 32-64 sm kesiladi va uchinchi variant shaxmat variant. Bu juda ham qiyin variant. Ana shunga e'tibor berib ishlashlaringizni tavsiya qilamiz. Bilmaganlar uchun, bilganlar uchun shart emas. Nasib bo'lsa 200 minglik variant bo'lgan. Ustalamiz material o'zidan, qandildan tashqari. Galagan qo'yib berib ketishadi. Mana ilk marotaba 2025-yil nasib bo'lsa semin o'sha aboy kililarni ishlatyapmiz. Nasib bo'lsa boshladik. Qani kastivasi qanday? Keyin o'sha to'liq ishlab bo'lganiga aytamiz. Kilida qo'rgandan keyin unday qilib o'sha cho'pmi yo qandaydir o'sha qorilgan ana cho'p nima yoki mana shunday qo'ysa, shunday tikka turish kerak. Ana shunday bilsa bo'ladi, yaxshi qorilganini, juda quyuq bo'lib ketmasi kerak. Ham suyuq bo'lsa yiqiladi, quyuq bo'lsa juda jitki bo'lib turadi. Mana shu bilinadi. Mana shunday bilsa ham bo'ladi. Nasib bo'lsa boshladik. Ishimiz hamma narsalarimiz tayyor. Hozir o'lchab boshlaymiz. Aboy boshlashdan oldin azizlar, uyni 4 ta burchagini o'lchab ko'rishlaringizni tavsiya qilamiz. Sababi 2 pol egri bo'lishi mumkin yo patologik sal muammo bo'lishi mumkin. Endi ideal narsani o'zi yo'q. Baribir lazerga qilinadi. O'sha 1 sm, 2 sm qochsa o'sha ham bildiradi. Aboy guli qochadi. Shuning uchun biz hozir toshni o'lchab chiqdik. 265 bo'lsa 270 ga, 272 ga qarab olamiz aboyni. Sababi tepaga 2 sm, pastga 1-2 sm qo'yib, keyin kesiladi. Gulni to'g'rilab. Shuning uchun hamma burchaklarni bitta-bitta o'lchab chiqish kerak. Endi mana bunday qolib ketgan nima deydi? Bu oldingi eski variant qurilgan uy, o'sha printslar ham qolib ketgan, oldirishmadi. Agar yangi bo'ladigan bo'lsa 6-5 sm gacha mumkin. Agar sal adashadigan variantingiz bo'lsa ham hech qanday muammo bo'lmaydi sizdan. Agar pastda 5 sm kalta kelsa ham o'sha 7 sm gacha o'sha 10 sm-lik printslar yopib ketadi. Imkon qadar adashmaslikka harakat qilinglar. Shuning uchun baribir aytib o'tib ketganimiz ham yaxshi. Aboylarimiz tayyor, nomerlab olganmiz. Mana sizlarga ko'rsataman. Mana 1 yozganman. Keyingisi 3 yozganman. Tog'lik variant bu. Ya'ni 1 3 5 7 9 bo'lib ketadi. Mana bular juplar. 3-variant aboy kesishdi. 2 mana 4 6 8 10. Endi hozir bitta-bitta qo'yib chiqamiz. O'sha 1ni ustiga 2 ni qo'yamiz, 2 ni ustiga 3 mana bu yoqdan 4 tog' jup bo'lib ketaveradi. 3 xil variantda kesiladi aboylar. O'sha videoni boshdan ko'rsangizlar aytib o'tdik. Instagramga ham yozib qo'yinglar. Hamma topganiga Alloh baraka bersin, sog' bo'linglar. Shogird bos gaziga. Boshladik nasib bo'lsa. 15-aprel bugun. Xonacham chotka qilib beramiz. MDFimiz 200 mingdan metr kvadratiga bo'lgan. Qashqadaryoga material ustani o'zidan aytaverasizlar. Sog' bo'linglar.